sizni ham tajribangiz anchagina, sizdan o'rganadigan narsamiz ham ko'p aslida. Rostdan ham ko'p narsa o'rganib kelamiz haligacha ham. Masalan, o'zini sevish deganda ko'p holatlarda hozir bu narsa xuddiki bir urfga kirgan narsaga ham o'xshab qoldida. O'zini sevish deganda albatta o'sha chiroyli kiyinib yurish, albatta o'sha go'zallik salonlariga borish, har doim o'ziga qarash yoki bo'lmasam albatta o'tirishlarga borish tushuniladigan bo'lib ketdida ko'pinchalik. Aslini olganda o'zini sevish, ya'ni o'ziga shartsiz munosabatda bo'lish degani birinchi navbatda o'zini borligicha qabul qilib olish, borligicha. O'sha Alloh mana hozir Dilrobbi ham aytib o'tgandek, o'zini Alloh bergan ne'matlariga, mana ko'rib turganiga, yurib turganiga, o'sha tanasidan, ongidan, aqlidan foydalanayotganiga shukrona keltirish ham bu o'zini seva olishning bitta ko'rinishida. O'sha boricha qabul qila olish. Masalan, Alloh o'shani shu ko'rinishda yaratdimi? Shunga rozi bo'lib, shukrona keltirgan holatda shuni qabul qilish, bu o'zini seva olishda. O'zini mana shu borligicha qabul qilgan sari Alloh unga yanada ham yaxshiroq narsalarni berishni boshlaydi, boricha qabul qilishda. Va o'sha boricha qabul qilgan holda o'zini endi qalbini eshitish. Qalbim nima xohlayapti? Hozirgi kunda o'zini sevish deganda ko'pinchalik o'sha qimmatbaho narsalarni olish ham o'zimni sevishim deb o'ylash balki urfga kiradida ayrim holatlarda. Aslida qalbimiz oddiygina narsa xohlayotgan bo'ladi. Oddiygina farzandlari bilan maza qilib bir soat suhbatlashishni xohlayotgan bo'ladi-da. O'shanga ajratolmayotgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam qalbimiz shunchaki yarim soatgina dam olishni xohlayotgan bo'ladi-da. Mana shu qalbimizni eshitib, o'sha qalbimiz xohlayotgan narsani o'zimizga berish aslida o'zini sevish deb hisoblayman-da. Shunaqa. Lekin o'zini sevish deganda nima? O'zini sevish deganda bu odamlar o'zini sevarkan deb aytish uchun emas. Boyagi kibrda aynan o'ziga qarash, bugun eng so'nggi modadagi kiyimini kiyib olib, lekin ichi to'kilib bo'lgan odamlarni emas. Qachon boya Asalxon aytgandek, Dilrobbi aytgandek, o'zini maxsus bir ayollarni vaqti bo'lsin, unda hech kim uni bezovta qilmasin. U maxsus vaqtda u xo'p mayli borsin go'zallik saloniga. Nima uchun borsin? O'zini xursand qilish uchun borsin, qalbi orom topishi uchun borsin, go'zalligini yanada qabul qilish uchun borsin. Yoki bo'lmasam o'sha o'ziga ajratilgan bir soat vaqtda maza qilib kitobini o'qisin, maza qilib intervyularini ko'rsin, yoki bo'lmasam darsini o'qisin, xohlagan vaziyatda yoki maza qilib ovqat qilib olsin o'sha paytda. Ma'lum bir o'zi xohlagan vaqtni belgilab olib, o'sha paytda o'zi xohlagan ishlar bilan shug'ullansin. Va o'sha paytda men shunaqa deb o'ylayman, u paytda unga hech kim xalaqit bermasin, shunaqangi muhit yarata olsinki, sevgidan yaratsin. Ayta olsin, turmush o'rtog'iga ham, bolalariga ham, yon atrofdagilar, bu meni vaqtim. Hozir men bu paytda o'zim xohlagan ishni qilaman. Keyin siz bilan maza qilib yana o'shandek davom etamiz deb birinchi balki kelishib olish ham kerakdir, aytish ham kerakdir. Chunki bir xil paytda ko'pchilik odamlar tushunmay ham qoladi. Xuddiki bu qizg'anishdek, xuddiki bu faqat o'zini yaxshi ko'radi, lekin boshqalarni yaxshi ko'rmaydigandek ham tuyulishi mumkin. Shuning uchun birinchi kelishib olib, gaplashib olib, o'zi bilan keyin uni atrofdagilarga tushuntirib berish kerak. O'sha aynan ma'lum bir ayolni o'zini vaqti bo'lishi kerak. Faqat o'ziga qaraydigan vaqt. Va bolalarga berayotganda ham, boshqa bir holatlarda ham, faoliyatida ham hamma narsani saxiylikda bersa, saxiylikda uni qaytishini kutmagan holat. Qaytishini kutdingizmi, bo'ldi siz kutuvga kirdingizda, u siz xohlagandek narsa kelmasa, ertaga o'ksib yana og'riqqa kirib ketishingiz mumkin. Shuning uchun boyagidek yana o'sha birinchi kunimga qaytaman, tartib, har narsada tartib bo'lishi kerak. Bugungi kunda ko'pchilik ayollarimiz, yoshlarimiz tanqidga ham uchrab kelmoqda, ya'ni ayollar rivojlanib bormoqda, o'zini sevishni o'rganmoqda va ko'pchilik aytishadiki, mana sabrsiz bo'lib ketyapti
ayollarimiz yoki o'zini fikrini bildirmoqchi bo'lib o'sha narsaga o'rganayotgan ayollarga ham tarbiyasizga ham yoyishyapti. Bu yerda qanday chegaralar bor va o'zi bormi chegara? Итак, bugungi kunda ko'pchilik yoshlarimiz o'zini fikrini bemalol ifoda eta olyapti, lekin shu sababli yoshi kattalardan ko'pincha tanqidga uchrayapti. Bu narsaga qanday qaraysizlar? Yoshlar fikrini aytganda tanqidga uchrash ko'p hollarda to'g'ri bizning mentalitetimizda kuzatiladi, chunki kattalar turganda yoshlar o'zini qanaqadir fikrini aniq, mustaqil, erkin bayon qilganda gapga choparlikka yoki tarbiyasizlikka o'xshab tuyuladi, lekin yoshlarga ham o'zini fikri, dunyoqarashi, fikrni ham odob chegarasida birovni ko'ngliga tegmaydigan qilib yetkazsa, kattalar albatta ularni to'g'ri qabul qilishga bo'ladi, chunki insoniyat shu rivojlangandan beri faqat o'sishda, intilishda rivojlanishda. O'tmishga nazar solsak, ilk inson qadim yashagan ota-bobolarimiz sharoiti bilan hozirgi bizni sharoitlarni solishtiraylik. Qurgan uylarimiz, ular yashagan uylarda, ilk avtomobillarda, hozirgi avtomobillarda yoki telefonlarda. Insoniyat hamisha rivojlanishda bo'lgan, intilishda, hayotini yaxshilashda, yengillashtirishda va qulaylashtirish harakatida bo'lgan. Shuning uchun ham biz shunaqa chiroyli zamonda yashaymiz. Fan, texnika, hamma narsa shiddat bilan, jadal bilan rivojlanayotgan zamonga yetib keldik. Demak, hozirgi yoshlar ham biz 20 yil avvalgidaqa yoshligimizdaqa yoki 30 yil avvalgidaqa yoshligimizdaqa fikrda bo'lolmaydi va boshqacha zamonda, rivojlangan zamonda yashaydi. Ularni dunyoqarashi, fikrlashi, talablari, ehtiyojlari albatta bizga boshqacha bo'ladi va biz uni to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Yoshlikda hammada xato bo'ladi. O'zimizda ham bo'lgan, bizga ham kimlardir tarbiya bergan, kimlardir qo'llab-quvvatlagan, kimlardir yoshimizni inobatga olib, hali yosh, bunda ham tajriba ortadi, xatolarni tushunadi deb bizga to'g'ri nasihat bergan. O'sha vaziyatni eslagan holda, xatolar bizda ham bo'lganligini tushungan holda, ularni qo'llab-quvvatlashimiz, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, nasihat berishimiz kerak, tanqid qilishimiz kerak deb o'ylayman. Ayol kishi ishlashi kerakmi va nima uchun ishlashi kerak? Ayol kishi ishlashi kerak. Nima uchun ishlashi kerak? Aytilgandek, o'zini xohishlarini ko'rsata olishi uchun ham nimani xohlayotganini his ko'rib, aynan mazza qiladigan ishida ishlashi kerak. Majburan yoki pul topish uchun emas, jamiyatga qo'shish uchun, ayollarni rivojlanayotganini ko'rish uchun, bolalarni qanday tarbiyalashni o'rganish uchun ham va bolalarni chiroyli tarbiyasini olib borish uchun ham baribir ham ayol kishi ishlash kerak. Lekin ishlash kerak deganda aynan pul tomonlama pul topish kerak degan joyida emas. Pulni ham topganida erkak kishidan o'tib ketadigan darajada to'g'ri ko'p topish mumkin yoki bo'lmasam erkak kishi undan ko'p topish mumkin, lekin hech qachon erkak kishiga buni minnat qilmasdan saxiylikda bera olsin. Oilasiga ham o'sha narsani saxiylikda bera olsin va muvozanatni saqlab tursin. Ishlaganda uydagi ishlari, uyda o'tirganda ko'chadagi ishlari qolib ketmasligini muvozanatini olib borish kerak. Xo'sh, ko'pchilik ayollar bugungi kunda 3 oylik, misol uchun farzand tug'ilgandan keyin 3 oylik ta'tilda o'tirmasdan darhol demak farzandini enagaga berib ishga chiqib ketmoqda. Bu narsa qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri? Bu savol haqida ikkita taraflama ham qarab ko'rsak bo'ladi. Misol uchun tangani ikkita tarafi bor degandek, uni ham to'g'ri baholay olsak, hamma tarafini me'yorda ushlay olsak, qaysidir ma'noda bu ham to'g'ri. Masalan, boya Dilrabo aytib o'tganlaridek, zamon rivojlanib ketdi-da, taraqqiy etib ketdi zamon, ya'ni bizni vaqtimiz ko'pgina ortib qoladigan darajada biz texnikalar asrida yashayapmiz. Hozirgi kunda ko'pgina ayollarni qiladigan yumushlarni texnikalar bajarib beryapti. Shuni inobatga olib aytadigan bo'lsak, ayollarda qanchadir vaqti ortib qolayotgan vaqti bo'lishi mumkin-da, o'sha farzand tarbiyasidan ham ortayotgan vaqti bo'lishi mumkin. Ana o'sha vaqtida u ozgina vaqtini o'sha ishiga sarflasa,
Bu qaysidir ma'noda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin butunlay o'sha ishlashim kerak deb farzandni chetga surib qo'yib hamma vaqtini ishga berib yuborishi bu noto'g'ri bo'ladi. Hamma narsani o'zini me'yorini bilgan holda ishlash kerak deb hisoblayman. Yengillikda olib borish kerak. To'g'riliq 100% oladigan bo'lsak ishni o'ziga yengilrog'ini tanlash kerak. Qaysidir o'sha vaqtini to'g'ri taqsimlay olish kerakda. Qaysidir qancha vaqti bo'sh vaqt qola olyapti. O'sha bolaga berayotgan mehridan, bolaga ajratadigan vaqtidan ham ortib qolayotgan vaqti bo'lsagina shuni ishga sarflashi kerak. Shunda to'g'ri bo'ladi. O'zi mana ishlaydigan yoki yosh farzandi bor ayollar oilani ham teng olib ketishi uchun va o'zi umuman energiyaga to'yinish uchun qanday yo'llar bor? Ayol kishi qanday qilib balansda ushlay olishi mumkin va qanday qilib energiyaga to'yinishi mumkin? Energiyaga to'yinish deganda hamma o'zicha tushunadi. O'zini qarichida o'lchaydi hamma degandek, o'zi energiyaga to'yinishni har bir kishi o'zicha tushunadi. Qachonki ayol kishi o'ziga o'zi baxtni bera olsa, ko'chadan, eridan, boshqa bir ko'cha atrofdan, farzandlaridan, qaynotasidan mehrni yoki boshqa bir sovg'alarni kutmasdan o'zidan olsa o'sha narsalar, shundagina ayol kishi mehrga to'yingan va u to'yingan holatda boshqalarga nur sochadi. Quyoshni oladigan bo'lsak, quyoshni zarrin nurlari o'ziga to'yinib bo'lganda va to'yinib bo'lgani uchun u atrofni yorityapti, atrofni isityapti, atrofni iliqlik beryapti, harorat beryapti. Va xuddi shunday ayol kishi ham o'zida to'yingani bo'lsagina yon atrofiga tarqata oladi. Bu to'yinish uchun nima qilish kerak desa, to'yinish uchun ayol kishini o'zini ma'lum bir o'zi bilan ishlaydigan, o'zini shaxsiy rivojiga e'tibor beradigan, jamiyatdagi rivojiga e'tibor beradigan, o'zi o'sishiga e'tibor beradigan ma'lum bir vaqti bo'lishi kerak. Bu paytda uni hech kim bezovta qilishi kerak emas va bu paytda o'sha bezovta qilmaslikni ham sevgidan, oila a'zolari bilan gaplashib olgan holatda bo'lishi kerak. Imkon qadar shuni aytib ketmoqchimanki, hech kim hali uyg'onmagan paytda tongda bu ishni bajarish mumkin va juda vaqt yo'q degan bahonalarda yoki bo'lmasam hamma uyquga yotganida bajarsa, shundagina hech kimga xalaqit bermaydi, hech kim sizga xalaqit bermaydi va o'zingiz ham mazza qilib erkinlikda bajarasiz. Masalan, misol uchun judayam erkin energiyaga to'yinish yo'llar bor. Masalan, raqsga tushish mumkin. Kimdir raqsga tushishni yaxshi ko'radi va o'sha raqs orqali mazza qiladi. Raqs orqali ichidagi hamma masalan kun davomida yig'ilgan negativlar bo'lishi mumkin, kun davomida yig'ilgan xafagarchiliklarni raqs orqali chiqaradi. Kimdir kitoblar o'qishi mumkin yoki kimdir intervyular ko'rish orqali, podkastlar eshitish orqali chiqarishi mumkin. Hammani o'zini xohishidan, o'zini dunyoqarashidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Aynan biror bir kishini xohishlari, biror bir ayolning xohishlari boshqa bir ayolga to'g'ri kelmasligi ham mumkin. Bu tomonda ham o'ylab ko'rish kerak. Xo'sh, boya aytib o'tdik, ayol kishi birinchi navbatda rivojlanish uchun ishlash kerak deb aytildi. Lekin hammaga ham o'sha ishlash uchun ruxsat bo'lmasligi qolishi mumkin, uydagilar tomonidan yoki imkoniyati bo'lmasligi mumkin. O'shanday ayollarga nima maslahat berasiz? Endi ayol kishi mana ishlashga tarafdorman, chunki o'zim har doim ishlaganim uchun uyda hozir ishsiz turishni tasavvur qilmagan uchun ishlashni xohlamayman. Lekin shunday ayollar borki, o'zini tanishlarim, o'sha o'zim sifatida o'zimga yaqinlarim orasida ham shunaqa ayollar borki, ular ishlamaydi, davlat ishida, uyda farzand tarbiyasi, uy bekaligi bilan band, lekin ishlayotgan ayollardan zamonda tepib o'qishda ham, ilmda ham, dunyoqarashida ham. Negaki ular faqatgina o'zlarini uy bekaligini cheklab qolmagan. Suhbatlashsangiz ularni dunyoqarashini, fikrlashini, zamon bilan hamnafasligini ko'rib havasingiz keladi. Ular hozir o'sha axborot texnologiyalari davridan, internet davridan shunaqa oqilona foydalangan, uyda o'tirgan holatda onlayn kurslarda o'qiyapti, onlayn kurslarda o'qib kasb egallayapti. Uyda o'tirib ishlayotgan ayollardan yaxshi.
o'z ehtiyojlarini qoplaydigan darajada pul topadi. Ilm o'rganishdan ham qolib ketmaydi orqada. Hunar o'rganishdan, farzand tarbiyasidan ham uydagilarni roziligini olib uyda sarajon sarishtirib hammasini uddalibdi. Demak, ularda ham ishsiz ayollar deb bo'lmaydi, deb bo'lmaydi-da. Endi bo'lishi mumkin, uyda hech davlat ishida ishlamay, uyda ham hech narsa bilan shug'ullanmaydi. Qolgan ayollar endi ular o'z qobig'iga o'ralib qoladi, muammolariga o'ralashib qoladi. Biror bir ko'ngilsiz, kayfiyatsiz hammada yuz beradi. Ishlayotgan ayollarda ham hammada ko'ngilsiz muammolar bo'ladi baribir hayotda. Faqat biror bir narsa bilan chalg'iyotgan ayollar bu narsani ko'proq unutadi. Ish bilan band bo'ladi, ishdagi vazifalar bilan band bo'ladi, muammolarda o'ylashga vaqti kam bo'ladi. Bekor qolgan ayollarimiz albatta bu narsani miyasida o'ylab saqlab yurishdi. Vaqti ko'p bo'ladida, buni orqasidan asabbuzarliklar, asabini o'zini yeb tugatishlar holati ko'p kuzatilar. Demak, o'sha ayollarni o'zini uy bekasidek his qilmasin. Hozir aytyapman, uyda o'tirman, hech bo'lmaganda kamida bir oyda 1 million pul ishlab topish mumkin. Biron narsa bilan shug'ullanib, davlat ishida ishlamasdan. O'sha ayollarga ham shunaqa tavsiya qilgan bo'ladi. Endi qachon ularga uydagilar tarafdan ishlashga ruxsat berilsa, albatta yana o'zlari imkoniyatiga qarab, topishiga qarab ishlasa ham bo'ladi. O'zi boshqalar tomonidan qo'yiladimi o'sha psixologiya tomonlama yondashilsa? O'zi aslida mana shu boshqalar ruxsat bermayapti manga degan tushunchani o'zi yo'qda aslida. Mana yuqorida ko'p joylarimizda ta'kidlab o'tdik, mana bir-birimizni fikrimizni qo'llab-quvvatlagan holda aks ettirish qonuni deb aytib o'tamiz. Juda ham ko'p ishlatiladi, ayniqsa shu hayotimizdagi, oilamizdagi bizni yaqin insonlarimiz tomonidan ruxsat berilmayapti deganimizda aslida haqqoniy tarzda biz o'zimizga qarab chiqishimiz kerak bo'ladi. Aslida o'sha narsani ichimizda o'zimiz xohlamayotgan bo'lishimiz mumkinda, lekin buni atrofdagilar bizga ko'rsatib berayotgan bo'lishi mumkinda. Shu uchun bu tushunchani imkon qadar olib tashlash kerak. Ya'ni ruxsat yo'q degan narsani, balki u o'sha vaqtda, o'sha momentda balki u insonga kerak emasdir. Balki rostdan ham ich-ichidan ishlashga imkoni yo'qdir. Yoki bo'lmasam o'zida qanaqadir bir iqrorliklar, ishlashsam eplolmayman, uyimni ham eplolmay qolaman, ishlasam vaqtim yetmaydi ko'p narsaga degan ichida qarshiliklar bo'layotgan bo'lishi mumkinda. O'sha taraflarga qarab chiqish kerak bo'ladi. Agar rostdan ham tashqaridan, ya'ni atrofidan unga ruxsat berilmayotgan bo'lsa, mana Dilrabo aytib o'tganlaridek, u o'zini qiziqishlarini qarab ko'rish kerak. Balki o'sha o'zini qiziqishlarini uyda turib ham, mana hozir haqiqatan ham axborot asrida haqiqatan ham uyda o'tirib ham bajara oladigan uni qobiliyatlari bordir. Ko'chaga chiqmasdan ishlay oladigan ishlari bordir-da. O'sha taraflarga qarab chiqish kerak bo'ladi bu ayol. Tushunarli. Xo'sh, oilada pul taqsimoti qanday bo'lishi kerak va o'zi boshqaruv kimning qo'lida bo'lishi kerak? Har bir pul taqsimotida boshqaruv har bir insonni o'zida bo'lishi kerak. Ongli ravishda bo'lishi kerak. Bu degani yomon tomondan emas, ongli ravishda har bir topilayotgan pulni o'z xohishlari bilan haqiqatdan xohlayotganini sezibgina o'sha joyga pul sarflash kerak. Qachon siz qalbingiz xohishlarini o'sha berayotganingizda, qalb xohishlaringizni bajarayotganingizda borliq ham sizga unga yordam berish uchun harakatini qiladi va sizga serogarlik bo'lib keladi. Qachonki siz qissangiz, qizg'onsangiz, qalb xohishlaringizni bajarmasangiz, pul ham kelishni to'xtaydi. Chunki u to'yinadigan joy qolmayapti. U siz olib bergan narsa orqali, siz hadya qilgan narsa orqali qalb o'zini to'yintiryapti va to'yingani orqali to'la bo'lganida sizga o'zini serogarligini ko'rsatyapti. Va taqsimlash deganda unchalik qo'shilmayman. Taqsimlash deganda oilada hamma narsa yo erkakni yo ayolni bo'ynida bo'lishi kerak degan narsaga qo'shilmayman. Ayollarimizga o'zlaringni tilaklaringni yoki bironta motivatsionniy gaplaringizni aytsangiz. Ayollarimizga tilak ayta qolaman.
ma'ni ayollar o'tiradi. Dunyodagi chiroyli ayollar yoshidan, niyatidan qat'iy nazar barcha ayollarimizni eng birinchi o'rinda qalblari baxtli bo'lishini xohlayman. Qalblari kulishini xohlayman. Qalblari xotirjam bo'lishini xohlayman. Qachon ayol kishining qalbi xotirjam bo'ladi? Qachonki sog'lig'isi, xonadoni tinch, yaqinlari tinch, hamma joyda soddaligi esa ayol kishining qalbida baxt, xotirjamlik bo'ladi, qalbi kuladi, ko'zlari ham kuladi. Va ayol kishini yashashga qiziqishi, yanayam kuchi, g'ayrati qo'shadi. Alloh bizga berayotgan har bir yangi kun biz uchun yangi imkoniyatlar, yangi hadya. Qanday sinovlar kelib turgan bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh bizga yangi kunda hadya qildimi? Demak, bu sinovlarni bosib o'tishga, sinovlarni ortda qoldirib o'tishga bizga Allohga o'zi yangi imkoniyat berib turibdi. Allohga tavakkal qilaylik. Ishlarimizni Allohga tavakkal qilib, yaxshi niyatlar bilan maza qilib Alloh bergan kunda baxtda, soddalikda, xotirjamlikda yaxshi amallar bilan maza qilib yashaylik. Hamma ayollarni tilagim shu. Rahmat. Bo'lsa. Man shunday degan bo'lardim. Ayollarimiz yaratganni sevgisini his qilib, aslida yaratuvchini asl muhabbatida yaratilganligini, yaratuvchini nazoratida ekanligini, sevgisida ekanligini his qilib, hozir shu yerda bugun maza qilib yashashlarini, o'zidagi sevgisini butun bir dunyoni sevgisi bilan dunyoni yoritishini, dunyoni sevgiga to'ldirib yuborishini va o'tmishdan o'rnak olib kelajakka intilib yashashlarini so'ragan bo'lardim. Rahmat. Salamat. Ayollarga shu ikkita narsani aytmoqchiman, motivatsiya bo'lishiga. Qachonlardir o'zim ham hayotdan qaysidir vaziyatlardan o'tishimga menga yordam bergan narsa. Demak, bu birinchisi ishonch. Har doim har qanday vaziyatda hammasi yaxshi bo'lishiga ishonishimiz kerak, ishonchda bo'lishimiz kerak, ishonib turaverishimiz kerak bu narsaga. Demak, ishonch va ikkinchisi harakat bo'lishi kerak. Shuni o'zgartirish uchun insonda nimadir, qaysi yo'l bilan o'qib harakat qiladimi, ishlab harakat qiladimi, qanaqa qilib harakat qilsa ham harakat qilish kerak bu narsaga. Hech qachon tashlab qo'ymaslik kerak. Va mana shu ikkalasi har doim yaxshi niyatda, duoda bo'lsak, hamma hayotimizda xohlagan narsamizga erisha olamiz, o'ta olamiz deb o'ylayman. Rahmat kattakon, barchangizga judayam chiroyli, mazmunli suhbat bo'ldi. Ketkizgan vaqtlaringizga rahmat, rozi bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'ling.